Lasetti Mexanika 1.8 ni zo'rindan ishonchlisindan qarab bilganlar uchun bo'ladi bu videomiz. Qaranglar, hurmatli obunachilarimiz. 189 ming halol o'zini yurgan probegi. Bir qator mashinani ko'rsatamiz. Kraskalari toza, zang joylari ishlangan, faqat metan yumshoq bo'lon chexol poliga etilgan. ABS konditsionerlari bor. Motor ходовой korobkalarına garantiya egadan keldi. Gen beradilar. Mashina javob deb turibdilar. Bir qator o'zingiz ham tekshirib ko'rib olaverasizlar. Tan narxi 58 million so'm, avtokreditga 20 million bilan beramiz. Hamma narsa tushunchini oladi. Oylik to'lovlarimiz 1 million 800 ming so'mdan 3 yilga chiqadi. Mashinani bir qator ko'rsatamiz. Ikkinchi pozitsiyasi zavodskoy sakadeskalar, toza yumshoq balonlarda metan gazlar bor, tonirovkalar qilingan. Chetlari jigar rang bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyaniki yana probeg. Shundan bilib olaverasizlar. 187 mingda Abdullah almashgan, 189 ming, yo'q, 194 mingda ana zamin keladi, xudo xolasa. Mashin zo'r, Kenworth matofonlar qo'yilgan, yaxshi kolonkalar. Zavodskoy chexollarida turibdi. Yunonim polik bo'lgan. Video registratorlari ham bor ekan. Orqasida pesochning farlari. Hamma narsasi ideal, bemalol tekshirib ko'rib qayt qilsangiz bo'ladi. Qiziqadiganlar uchun eldan ham bir qator ko'rsatib beraman. Zavod holatida turibdi. Mashina rodnoy, faqat zanglar ishlangan. 2011 189 ming probeg. Ustalaringiz bilan kelib ko'rib olaverasizlar. Mashina Koshkebr avtoshopda sotuvda turadi. Ekrandan nomer qoldiraman, 24 soat xizmatdamiz. Mo'ljal elektrosvetning yonboshi. Kelaverasizlar.